Xotinimga mehribon bo'lishga harakat qildim. Odamlar xotiningni qulisan deyishdi. Onajon deb onamni boshimda ko'tarib yurdim. Onasini erkak o'g'li ekan deyishdi. Qo'limni siltab ko'chaga ishlagani chiqib ketdim. Uyga kerak bo'lsa 2 kunlab, 3 kunlab kelmadim. Ko'chada o'ynash topmagan deyishdi. Ayolim chalg'isin, ko'chaga chiqib ishlasin, balkim oilam tinch bo'lar dedim. Uni ko'chaga chiqarib ishlatsam, xotinini puliga yashaydigan tekinxo'r bo'lib qopti deyishdi. Oilam parchalanib ketdi. Hech kim yo'q xonaga kirib deb baqirib yig'ladim. Odamlar uni ham eshitishibdi. Bunga ham gap topib berishdi. Kechasi bilan bu baqirib chiqadi. Bu jinni bo'lib qopti deyishdi. Odamlar nega unaqa ekan? Odamlarga qo'yib bersang, ular ko'p narsalarni gapirishadi. Erkaklarga oson deyishadi. Eng achinarlisi bilasanmi nima? Kunim shuncha gaplarni gapirgan odamlarga emas. Kunim senga o'xshagan itlarga qoldi. Odamlar nima desa desin yashaylik, chin dildan